Assalomu alaykum, hurmatli iste'molchilar. Bugungi brifing orqali gaz ta'minotida raqamlashtirish texnologiyasining joriy etilayotganligi hamda tabiiy gazdan to'g'ri foydalanib, uni tejash, Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tomonidan bu bo'yicha olib borilayotgan jarayonlar to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Tabiiy gazdan oqilona foydalanish uchun aholi xonadonlari, ulgurji iste'molchilar tomonidan energiya tejamkor gaz jihozlari o'rnatilmoqda. 2024-yilda viloyat bo'yicha 111.014 ta eski gaz yondirgichi yangisiga almashtirildi. Joriy yilning dastlabki choragida esa 15.000 ga yaqin energiya tejamkor gaz yondirgichlari o'rnatildi. Raqamlar asosida qiyosiy jihatdan tahliliy yondashadigan bo'lsak, joriy yilning dastlabki oylarida 15.000 ga yaqin o'rnatilgan energiya tejamkor gaz jihozi hisobidan 8 million metr kub tabiiy gaz tejaldi. Hurmatli iste'molchilar, sizlarga quyidagilar haqida eslatib o'tmoqchimiz. Ba'zi iste'molchilar tomonidan hali hamon foydalanib kelinayotgan eski gaz jihozlaridan misol tariqasida bir pallali gaz yondirgichli isitish jihozlarini oladigan bo'lsak, uning soatlik gaz sarfi 0.95 metr kublik yondirgich o'rnatilgan bo'lsa, qish kunlari ob-havo harorati 7 darajaga tushganda o'rtacha 0.75 metr kub gaz sarfi kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida kunlik 18 metr kub, oylik 540 metr kub gaz sarfini to'lov nisbati esa 385 ming so'mni tashkil qiladi. Ularda avtomatik me'yorlash tizimi yo'qligi sababli kunlik olinayotgan gaz hajmlari iste'moldan ortiqcha sarflanishi kuzatilmoqda. Agar zamonaviy energiya tejamkor gaz yondirgichlari o'rnatilsa, avtomatik soatlik gaz sarfi o'rtacha 0.8 metr kublik yondirgich o'rnatilsa, qish kunlari ob-havo harorati 7 darajaga tushganda o'rtacha 0.6 metr kub gaz sarfi kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida kunlik 14.4 metr kubni, oylik 432 metr kub gaz sarfini to'lov nisbati esa shubhasiz 280.800 so'mni tashkil qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, zamonaviy energiya tejamkor gaz jihozlari tabiiy gazni o'rtacha 20% tejalishiga olib keladi. Barcha tizimda bo'lgani kabi gaz ta'minotida ham raqamlashtirish texnologiyasi yaxshi samara bermoqda. Bu kabi maqsadli jarayonlar joylarda davom etmoqda. Xususan hududlardagi mahallalarda avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorat balansi joriy qilindi. Avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorat balansi tizimni ishga tushirishni asosiy maqsad yillik gaz yo'qotishlarini oldini olish, qolaversa iste'molchilarga yetkazib beriladigan tabiiy gaz ta'minotini yanada yaxshilash, aholi xonadonlaridagi ma'nan eskirgan gaz jihozlarini yangisiga almashtirish orqali tabiiy gazni bir necha barobarga iqtisod qilishdir. Hurmatli iste'molchilar, gazdan to'g'ri foydalaning, xavfsizlik qoidalariga rioya qiling.